Salam aziz do'stlar, bugun men mana Ko'rli xalqining faxrli qizi Munirani olib keldim. Yangi naqshchimiz qarshilayli. Danda. Ko'rli aziz do'stlar, gullaringlarni, levlaringlarni yo'llab qo'yinglar. Qani sizlar o'zingizlarning naqshchisini qanchalik qo'llaysizlar ko'rib boqayli. Munira, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ana qiling. Yaxshimisiz. Qarshilaymiz siz bilan ishimiz hamkorlashib qilib 1-2 yil bo'lib qopti. Naqshlaringizning ovoz elish, ijodiyat qilish xizmatlarini ishlab keldim. Mana bu qatam Maliki men temisidagi sho'x pichat bir naqshingizni ishlab bitkazdik. Ahang ijodiyatini men qildim. Tekstni Abduxil Abdukeram yozdi. Shuning bilan bu naqshini MV'sini ko'rinishga olib bo'lib, bu naqshingizni nisbatan genjo'ringiz qandaroq? Beshida qanday bo'lar deb o'ylagan. Nima degan bilan tunji ijodiyat emasmi? Uni qilib baxmagan narsa bo'lgankin qanday bo'lar dedik, lekin oqidan bara yaxshi bo'ldi. Sizmi bara shu ajrlaringizni berib, texim yaxshi bo'lib ketdi. Andan buning bir MV ishlab boqayli dedik. Buningga Ferdon ma'lum texim kuchdi. MV'ni yama odam ishlatdingiz. Ferdon Black Media'ma. To'g'ri. Yaman beyz ishlaydi. U bolaning ishlagan MV'sini qachon ochib bir ko'raman deb oldiryapman. Shu naqshingizni qachon bita? Siz chaqqan chiqarayli. Shu Polat Tursun ustozning tunishtirishi bilan shu Ferdon ustozning ma'lumninki qo'lda shu chiqib bitgan bo'ldi. Tunigim bir kun asosan oldik. Shunda yaxshi chiqdi. Asosan buni olmay bir xil ishildi. Naqshininki uslubim shuna bo'lgankin, olmay qilayli deb shunda yaxshi ajr berdi ma'lummi. Ferdonning kalisbek ochiq. Anda bu naqshingizmi bek payza. Bu naqshingizda siz menga Kerem Jamalim shu qizlardagi bir tirishchanlik, jazbadorlik, o'ziga bo'lgan ishonishning muhimligi qatorliq mushtemilarni tutib men bir naqshlab biring degandingiz. Har qanday qizlarning bir malika bo'lish orzusi bo'ladi deb o'ylayman. Shu malika deydigan tekstlarni qo'shib bu naqshni sizga ijod qilib ishlab berdim. Siz bek katta o'rindadingiz. Siz azaldan o'zingizning yangroq jonliq ovozi, tetik xushxuy mijozingiz, andan sahnadagi jazbador obrazingiz bilan hammamizni qoyil qilib kelgan. Meni shu bu qatimgi bu ijodiyat naqshi bilan aziz do'stlarimiz teximiz sizni qo'llaydi, ham teximiz sizning naqshlaringizni yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Aziz do'stlarga mush fursatda nima deganingiz bor? Oldi bilan mush atrofimdagi ustozlarga bir rahmat aytman. Hozir qadar uchirganmish shu menga yo'l qilib kelayotgan mayli Polat Tursun ustoz bo'lsin, mayli Yipek yo'lida tunishgan ustozlar bo'lsin, mayli siz bo'ling, mayli operator ustozlar bo'lsin, muzik ishlaydigan hamma ustozlarga bir rahmat aytman. Uningki shu Ko'rli xalqiga rahmat aytman. Hozir qadar izchil meni qo'llab, quvvatlab, mayli qanday nasos chiqarsam, mayli men tunimisin, Ko'rlining faxrli qizi Munira deb yozaverdi. Shunda qo'shib ketma. Shu bu yerda yana shu Ko'rli xalqiga rahmat aytman. To'g'ri. Andan shu meni barliq qo'llab, quvvatlab, hozirgacha yenimda turayotgan barliq insonlarga rahmat aytman. Eng muhim inson yo'ldoshingiz. To'g'ri. Yo'ldoshingizni sizni bak qo'llaydi ekan, hech qatim ko'rlarda ko'rishib tamoqlanib qildik. Unda bo'lsa, barliq aziz do'stlar, shu naqshimizni ozroq anglab boqsinmi? Bo'ldi, chataq yo'q. Marhamat.